Assalomu alaykum. Kelajakda farzandingizni qanaqa inson bo'lishi, qaysi yo'lda yurishi, halol harom, gunoh ma'siyatga berilishi, dalchi boradigan bo'lsa, jannat jahannam qiziq bo'lsa sizga videomizga like bosib qo'ying. Manfaatli bo'lishligi uchun. Xo'p. Menga o'zi nima kerak? Men kimman? Maqsadim nima? Video olishdan. Men sizlarga o'xshagan oddiy bir bandaman, oddiy insonman. Hanafiy mazhabidaman. Moturidi aqidasi. Dunyo hayotini ko'rib turibmiz. Hozir hamma xohlagan ishini qilib, yoshlar umuman kontrolsiz telefonni qo'liga olib, internetga xohlagan videosini joylab, bugun yana bir qizni videosi tarqab qopti. Bloger qizni o'zini yalang'och jinsiy a'zolarini olib ataylab chiqarganmi yoki kimgadir tashagan, u chiqarib yuborganmi? Xullas farqi yo'q. O'zini o'zi videoga olgan, ya'ni hech kim majburlab buni videoga olmagan. U bechara nima qilib turganini tushungani yo'q. Bular internetda har xil fahsh Yevropani shunaqangi hozir Yevropada bor-ku, yarim yalang'och badanlarni ko'rsatib pul qiladigan sekin-sekin mana shu yo'llar ochiladi o'zi. Nimaga men xavotir olishni boshladim? Chunki mana shu holatda biz keta olmaymiz. Hozir bir xil holatda, mana shu hozirgi holatda davom etmaydi. Bu borgan sari yomon joylarga qarab chiqib ketadi bu. Oxiri o'sha o'zini o'zi jinsiy a'zolarini ko'rsatib pul qilishga o'tadi. Pul ne tolki yoshlar, chunki xavotir olgan joyim yoshlarda emas, pul kattalarda ham aldab chalg'itib qo'ygan narsa. Kattalar ham misol ko'rib turibsizlar hayotda. Aka, uka, yori, birodar, qarindosh, urug' bir-biri bilan teskari bo'lib ketyapti mana shu pullar orqasidan. Endi yoshlar bular oqni qorani yaxshi farqiga bormaydi bular. Blogerlarda aytsak, bular to'g'ri noto'g'rini farqiga bormaydi. Nimaga? Chunki bu tomonlama ta'lim tarbiya olmagan bular. Bular o'zini aqliga ishonadi. Men bilgan narsam to'g'ri deydi, men deydi aqlliman deydi. Lekin ham o'ziga, ham yon atrofga zarar berib turganini tushunmayapti. Shu narsalarni ko'rib, hop, mana shu paytgacha jim bo'lib keldim. Jim bo'lib, men jim bo'lsam, sen jim bo'lsang, hamma jim bo'lib ketadigan bo'lsa, nima degani bu? Nimaga jim bo'lishimiz kerak? Nima biz jinnimizmi? Jim bo'lib nimani ko'rsak, xaftni ko'rsangiz ham jim turaverish kerakmi? Ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz, insonlar noto'g'ri tomonga qarab ketyapti. Yoshlar noto'g'ri tomonga qarab ketyapti. Siz bilib turibsiz noto'g'riligini. Ular bechoralar bilgani yo'q, yoshlar. Bular hayot shunaqa ekan deb o'ylayapti. O'sha bilgan hayotda ular o'zi uchun to'g'ri ular. Haqiqatan gaplashsangiz, so'rasangiz, ular biz to'g'ri yo'lda ketyapmiz deydi, to'ppa-to'g'ri. Lekin bu narsani, bu yo'lni noto'g'riligini siz bilan biz bilamiz, yosh kattalar. Sizlar biz bilishimiz kerak. Bilgan narsamizni ularga aytishimiz kerak, tushuntirishimiz kerak. Ey, bu yo'ling noto'g'ri ketyapsan deb to'g'rilab qo'ymasangiz, bular katta bo'ladi. Mana o'zi katta bo'layapti shunda ham. Erga tegishni boshlayapti mana eski blogerlar. O'g'il bolalari uylanishni boshlayapti. Keyin eri xotin video olishni boshlayapti. Endi tasavvur qilinglar. Eri xotin video olish deganda biz uchun bu narsa xotinni videoga olib chiqib pul uchun-da, yana mana qaranglar, pul uchun, yana prosmotr uchun xotinini ham sarflab chiqarib, uni hech narsani farqiga bormasdan, endi bular farzandli bo'lsa, nima bo'ldi? Blogerlar oilasi, blogerlar ajdodi davom etishni boshlaydi. Endi bular hozir har xil fahsh narsalarni olib chiqib, ko'rsatib, o'zi bilib bilmasdan yurgandan keyin, ertadan keyin bularning farzandi ochiqchasiga jinsiy a'zolarini ko'rsatib video olishni boshlaydi.
o'zi bu sekin-sekin normallashishni boshlaydi, normallashadi, normal qarashni boshlaydi insonlar. Men farzandlarimning kelajagi menga qiziq. Men misol uchun xohlamayman. Qani endi masalan nimaga indamasam bo'lardi? Agar meni farzandimga buni zarari tegmaydi degan garantiya ham bo'lganda indamasdim, lekin unaqa narsa yo'q. Bunaqangilar ko'paygandan keyin inson shunaqangi bir ojiz qilib yaralganmizki, inson hamma narsaga ko'nikib qoladigan. Ko'nikadi hamma, ya. Bizni shunaqa xarakterimiz shunaqa bizni. Yomonmi sassiq joyda tursangiz, sassiqligi bilinmay qolganida, xuddi shunaqa yomon narsalarda, yomon illatlarda ichida yashasangiz, u farqiga bormay qolasiz hech narsani. Ayollar ojiza desak, mana erkaklarda ham mana muammo o'zi qaranglar, muammo qayerda, yechim qilish kerak bunga. Muammo shuki, erkaklarda erkaklik sifati zaiflashib ketyapti. Erkaklar erkak degani nima deganligini unutib qo'yapti. Bo'lmasam katta bo'ldi shu ballar hozir. Hop yoshligida desangiz mana hali mana ziyonni mana qarangda, yoshligida aqli yetmasdan to'g'ri deb qilib kelgan ishlari hozir yoshi katta bo'lganda ham katta blogerlar bor, mana ho'kizdek blogerlar mana og'ir bo'lsa ham xafa bo'lmanglar. Katta bo'lsa ham qattagi vayillarni olib, qattagi qiliqlarni qilib, qattagi obrazlarga kirib, bachkanalik qilib, o'zi menimcha yarimidan ko'pi farzandlik ham bo'ldi bularda. Mana shunaqangi, agar kelajagingiz haqida xavotir olmasdan, shu faqat shu ko'zingiz hozirgi, bugungi kuningizni, nafsingiz shu pulni, mol dunyoni o'ylab, qolgan narsalarni chetga surib qo'yib, erkaklikni, g'ururni, ertadan keyin millatni obro'sini shunaqa qilib qo'yganingizdan keyin bir teng o'zi. Odam erkak bo'lish kerak. Ayollar zaifa bo'lsa, sizlarga Yevropani hayoti ma'qulmi? Yevropani nimasiga intilib ketyapmiz? Hayotiga. Shunga rozimisizlar Yevropada qanday bo'lishga? U yerda hozir farqi yo'q. Xiyonat maktab paytida o'zi qiz bolali ketadi. Nafsingizga quloq solsangiz, shaytonning aytganini qilib ketaveradigan bo'lsangiz, odamdek to'xtab o'ziga o'zi savol berib, qayerga ketyapmiz, nima qilyapmiz, nima bo'lyapti deb savol bermasdan shu robotga o'xshab ketaversa, nafs odamni halokatga olib boradi. Oxiri halok bo'ladi. Obro'si ketadi. Sizlar o'ylaysizlar, rohat, nimaga shuncha harakat qilasizlar? Shunchalik erkaklikni ham esdan chiqarib shu vayn bilan ovorasizlar, pul uchun, nafs uchun bo'lgandan keyin konsovka maqsad nima? Xotirjamlikmi? Masalan, bir 10 million dollar holatga chiqib olsam, 10 million dollarga chiqqanimdan keyin bo'ldi, keyin bala chaqamni uy joyini olib berib, xotirjam bo'lib o'tiraman degan xayoldamisiz? U xotirjamlikning yo'li bu yo'l emas. Bu aniq, bu garantiya bunga. Siz o'ylagan bu xotirjamlikni beradigan zot bunaqangi yo'l bilan borsangiz, sizga bu xotirjamlikni bermaydi. Agar musulmonman desangiz. Alloh taolo bu dunyoda g'ayri dinlarga o'ziga yarasha bir nimani xotirjamlikni bergan. Lekin siz bilan biz men musulmonman deb savol bersa, musulmonmisan desa, alhamdulillah deysiz, ha deysiz, xullas musulmonlik da'vo qilasiz. Lekin o'sha g'ayri dinlarni yo'lidan yurib turib, siz o'sha baxtga erishmoqchisiz. Erisha olmaysiz.